Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi Qo'shtamg'ali mahallasida 9-fevral kuni kuzatilgan kuchli shamol va yomg'ir yog'ishi oqibatida ayrim xonadonlarga zarar yetdi. Elektr tayanch ustunlari ag'nab tushdi. Noqulay ob-havo sharoiti mahalla hududida turli talafotlarga sabab bo'lgan. Holat yuzasidan Samarqand viloyati hokimi Aziz Boboyev boshchiligidagi mas'ullar voqea joyiga borib vaziyat bilan tanishdi. Uylarga zarar yetgan xonadonlar egalari bilan suhbat qilindi. Hozir hamma narsani olib chiqamiz, xo'pmi? Mashina qilib beramiz, hamma sharoit qilib beramiz. Hozir ustalar keladi, bu yerda ustalar ishlaydi, tomini shifr qiladi, yorilgan joylarni to'g'rilaymiz. Bu yerda odam ishlaydi-da. Shuning uchun bu yerda hozircha sizlarni yashab turishlari to'g'ri kelmaydi. Shundan so'ng viloyat hokimi rahbarligida Qo'shtamg'ali mahalla markazi binosida shtab tashkil etilib, zarur texnika va mutaxassislar jalb qilindi. Aholi xavfsizligini ta'minlash, yetkazilgan zararni tezkorlik bilan bartaraf etish hamda elektr ta'minotidagi uzilishlarni tiklash bo'yicha amaliy ishlarga kirishildi. Hozirgi vaqtda hududda elektr ustunlarini almashtirish, shikastlangan uylarning tom qismini ta'mirlash, aholini zaruriy buyumlar bilan ta'minlash ishlari olib borilmoqda. Mutasaddi tashkilotlar tomonidan vaziyat to'liq nazoratga olingan. Mas'ullar aholi muammolarini tezkorlik bilan hal etish, tabiiy zarar oqibatlarini imkon qadar qisqa fursatda bartaraf etish bo'yicha ishlarni davom ettirmoqda.